Yaqindagina Oliy Majlis Qonunchilik palatasining majlisida yo'l harakati xavfsizligi tizimi takomillashtirilishi munosabati bilan Jinoyat kodeksi, Jinoyat protsessual kodeksi va ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish haqidagi qonun loyihasi ko'rib chiqilgan edi. Unga ko'ra, haydovchilar tomonidan doimiy ravishda qoidabuzarlik sodir etganligi uchun jarima ballari hisoblanib, tizimni joriy etish belgilanmoqda. Buxoroda esa qo'llanilgan mazkur jarimalar o'z vaqtida to'lamasdan kelayotgan fuqarolarga nisbatan ta'sir choralari ko'rilib, jarimalarni undirish ishlari boshlab yuborildi. Qoidabuzarlik qilib belgilangan jarimani o'z vaqtida to'lashni paysalga solib kelayotgan haydovchilar endi hushyor tortishlari aniq. Sababi Buxoroda bu kabi haydovchilarni aniqlash uchun keng ko'lamli tadbirlar boshlandi. Shahar ko'chalarida maxsus avtomashinalar jarimadan qarzdorligi bo'lgan va qidiruvdagi avtomashinalarni qayd etishni boshladi. Xususan, o'tgan 5 kun mobaynida ma'muriy jarimalarni undirish bilan bog'liq yuzlab avtomashinalarning qarzdorligi aniqlanib, undirish ishlari ta'minlandi. 144 avtotransport vositasi jarima maydonchasiga joylashtirilib, qidiruvdagi 52 avtotransport vositalari topildi. 79 ta avtotransport vositalari davlat ijrochilari tomonidan xatlandi. 10 va undan ortiq marotaba yo'l harakati qoidalarini buzgan 27 nafar fuqaroning 48 ta ma'muriy jarimalari mavjudligi aniqlanib, ushbu qarzdorlikni undirish ishlari tashkil etildi. Shu bilan birga viloyat hududidagi Sarmijon yo'l patrul xizmati maskaniga ham xuddi shunday moslama o'rnatilib, viloyatga kirayotgan va hududdan chiqib ketayotgan avtomashinalar orasida jarima to'lovlari mavjud bo'lgan va qidiruvda bo'lgan avtomobillar aniqlanmoqda. Qurilmaning yana bir qulayligi, unga mos ravishda maskanga ovoz kuchaytirgich ham o'rnatilgan bo'lib, qurilma aniqlagan avtomobil haqidagi xabar u orqali e'lon qilinadi. Inspektor esa avtomashinani to'xtatib, haydovchidan qarzdorlikni undiradi. Qidiruvdagi avtomashina 80E463 LA. Muddati o'tgan, ya'ni o'z vaqtida to'lanmagan qarzdorlik bor ekan. Ana viloyatdan viloyatga chiqish jarayonida bizda qarzdorlikni aniqlovchi kameralarimiz bor. Shu jarayonda sizni to'xtatdik. 1,5 oy ichida 7 million to'lama cheklarim bor hammasi. Hozir ikkita qoldi xolos. Men bilmay tushib qo'yganman. Qarzdorlik bartaraf etilmagan taqdirda avtomashina shu yerning o'zidan jarima maydoniga olib ketiladi. Qonunchilik palatasi tomonidan muhokama etilayotgan loyihaga ko'ra, haydovchilar tomonidan doimiy ravishda qoidabuzarlik sodir etganligi uchun jarima ballari hisoblash tizimini joriy etish belgilanmoqda va u 12 balldan oshganda haydovchi transport boshqarish huquqidan mahrum etiladi. Shunday ekan, yo'llarda harakat xavfsizligi qoidalarini buzmaslikka harakat qiling va bexosdan buzgan bo'lsangiz ham jarimalarni o'z vaqtida to'lashni unutmang. Bu kun Zilola Xudoyqulova, Davlatbek Kamolov, Buxoro.